Assalomu alaykum Avtositi obunachilari. Mana bugun biz obzorimizni bir necha yildan beri shu bizga klient bo'lib kelgan Muxtor akamiz bilan boshladik. Muxtor akamizga biz 8 yil mobaynida birga ishlab kelganmiz. Bizni klientimiz. Muxtor aka, shu Avtositi do'konimizdan 8 yil mobaynida xarid qilib kelgansiz. Shu jarayonda sizda qanday taassurotlar qoldirgan? Zapchastlarimizni narxi, sifati sizga ma'qul kelganmi? Narxi, sifati ma'qul. Mana ular moylar original, yaxshi. Sifati yaxshi. Biz necha yillar ishlaganmiz. Mana moy poy quyganmiz shu magazindan olib. Hammasi ana sifatli. Ular ham hamyonbop. Nima desak bo'ladi? Ishonchli magazin, kelinglar, xarid qilinglar. Hammasi ishonchli magazin. Biz necha yillar shu magazindan moy poy olib qo'yamiz, zapchas olamiz. Hammasi sifatli, kelinglar, arzon. Sifatli. Yashang Muxtor aka, sizga rahmat, boringizga shukr. Bundan keyin ham xaridlar qilib, biz bilan doimiy aloqada bo'lib ishlab turishingizni istab qolamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling akajon. Rahmat sizga.